Cahillik qilma İskender. Hozirgi paketning o'zila. Sana o'lim jazosi berishga yetib ochdi, lekin biz sana fursat berdik. Salihning deganlarini angladingmi? Anladım başliq. Men topshiray. Kim? Voy men. Voy sekretar, tez bo'ling deyman. Yiliqi Mahmud degan nima yana chatoq chiqadi. Tezroq bo'ling. Nim chataq. Nima chatoq xolatdi? Shu oltinning chatoq olmamdi yana. Sizlarning bu oltin sapsatanglar qachon o'tiga? Ha, men. Ha. Muştan vurgan barmı? Doktorxona apa zulke. Ya bu doktorxonaga apamaydi bu balani. Muşdan vurgan barmı? Ha? Bak qat qurutdu. Bunu saqchi ma'lum qilish kerak. Rahimsizkan bular. Oldi bilan doktorga Bunda olsa bo'lmaydi. Sekretar keldi. Ha, sekretar keldi mana. Mushundaq murgan bormi? Ana shunda bo'ldi. Nima qarab tursizlar? Doktorxonaga biringlar, doktorxonaga. Doktor obdan bir tekshirib baqsin. Chataqning cho'ng endi chiqilgandek turdi. Bunda urvatsa bo'lmaydi. Voy sekretar, yo'q dedimmi? Yo'q. O'zi uyimizga bostirib kelib bizga zo'ravonlik qilsa, biz texyan uni doktorxonaga olib biramizmi? Siz xotin kishi bo'lgankin bu ishga aralashmang. Savdoxim bog'i mana. Ha? Mushundaq o'z bo'lamdi o'ylab. To'g'ri, oldi bilan doktorxonaga olib borish kerak. Undan keyin saqchiga ma'lum qilish kerak buni. Ha, tekshirsin. Ammo bizni so'ramaydi ekan. Biz hargiz boshtirmaymiz. Arz qilamiz. Ha, shunda qilish kerak. Avval doktorxonaga borayli, doktor bir tekshirsin. Ha? Anda saqchilar obdan bir taraf qiladi. Ha, qani doktorxonaga yetganlar, bo'linglar. Voy, Ben Köktera yezisining atarat başlığı İskender. nima ish? Yezimizde vaka yüz verdi. Bimar nazır doktorxonaga yep ketdi. Daral naylik doktorxonaga adam evatsınız. Bo'ladi. Men odam evatay. Salih, Nima ish boshliq? naylik doktorxonaga berib, yezning kelgan bemorning ahvolini kuzding. Atrat boshliq Iskandar sizni saqlaydi. Bo'ladi boshliq. To'xtang. Bemorning ahvolini yaxshi kuzding. Ma'qul. Ha? Anchiki bir uchuqdab qo'yinglar desam, shunchalikmi urgan bormi? Mening mo'g'o undaq urg'im yo'q edi. Menmi bilmadim shu. Ha, qarayliqo. Sening kuchlari yetmagandek-ken, qarab turolmay. Bo'ldi. Bu hozir talishadigan ish emas. Hozir talishadigan, boshqa turadigan ish vosita tanlamay Mahmudning og'zini itish. Burun uning og'zini ochamay avariydi. Endi sizlarning sababinglardan bu ishning oshkorlik qilishidan qo'rqyapmiz. Xuddi uning og'zi ichilib ketadigandeklar. Hozir shundaq bak qo'rqyapmiz. Agar saqchilar bu ishni bilib qolsa, oltindan quruq qolamiz. Şunu Mahmudning yenidan bizning odamlarimiz faqat ayrilmasligi kerak. İskandar aka, undaqda at deganda Sobitkam doktorxonaga bosqandaq. Ahvoldan qaraganda bu ishga sen muvofiq kelgandek tursan. Bo'ladi, baray. Amsi bugun kashtil beringlar. Bu bemorning jarohatining yomon yeri meni devori bo'lg'ashqa kiniliklar keraksiz kesilni keltirib chiqarg'ili oz qolgan. Kiniliklar keraksizlik kesili har qanday bir odamning meni to'qilmalari og'ir zaxmalansa, qutqizish tez unumlik bo'lmasa, odamning har qaysi a'zolarini tutashtiruvchi nervlar o'z rolini yo'qotadi-da, shuning bilan normalsizlik ahvollar kelib chiqadi. Masalan, shukub qilish, tortishib qilish, hatto o'lib ketishni keltirib chiqardi. 204-yataq 2-karvatdagi bemorda bu xil ahvol ro'shan gavlangan. Shunga bemor uzoqroq davolanishi, vaqtincha idisi burilish bo'lmasligi, mengisi qo'zg'almasligi zarur. Doktor, undaqda biz qanday qilsak bo'la?
Bemorning ahvoli dastlab qadam turaqlashdi. Uning nisbatan ishonch paydo bo'lgan amman sizlarga biz xabar qilsak qanaqa bo'la? Rahmat sizga doktor. Undaqda sizning xabaringizni kutamiz. Rahmat. Avar qildik. Xotirjam bo'ling. Bu bizning qilish tegishli burchimiz. Ma'qul emas. Xo'sh. Xo'sh. Nimanda yotolmaysizlar? Sizlar bilmaysizlar, xotin. Bugun ajoyib bir mo'jiza yuz berdi. Mahmudning chiroyi ajoyib sat o'zgardi. Xuddi deviga o'xshash. Shu qo'rqib ketganimdan men bir japada doktorxonadan qochib chiqib oldim. Yo'lda kelgicha bir do'ngi chiqib qoptiman. U yerdan pastga do'milab tushib ketdim. Bir o'nkir bor ekandigina. Elimi ta'lim bor ekan, tushib ketmadim. U yerdan endi sog' salomat qutulishimga bir o'stanga duch keldim. U yerdan otlabla o'tib ketdim. Tova. Doktorxonadan qochib chiqib, ajoyib, g'aroyib ishlarga duch keldim. Elimi salomat kelib oldim, xotin. Bu oltin savdosi bizni qaysi kunlarga qo'ya? Oy, nimalarni xiyol qilib ketdim men. Bu qatam menmo boshqacha tuyg'uda bo'lyapman. Nemishqa Sobit bilan Qalamxonning so'zlari o'xshamaydi. Birsi yolg'on desa, birsi rost deb turib oladi. Buningda cho'qim bir sabab bor. Mahmudning ahvolida yaxshilanish bo'lyotdi. Uning bilan so'zlashgandan keyin masalaning mohiyati aniq bo'lishi mumkin. Endi saqchi ukam, rost gapni qilsam, bularni jazolashga bo'lamdi, bo'lmamdi bir javob bering, ha? Ularning Mahmudni urib zaxmlantirganilar jazolashga tegishli to'liq isbot. Biroq masalaning mohiyati undaq oddiy emas taqiladi. Shunga biz Mahmudning saqishini saqlashimiz kerak. O'z vaqtida menga oliy maktabdan chaqiriq kelganda oilamizning namratlik sababidan o'qiyolmagan edim. Taqdir peshonam o'ng bo'lib, men oliy maktabda o'qiy olgan bo'lsam, sizmi Urumchidagi xizmatingizdan istifa bermagan. Birlikda ishlab, turmushimizni tinch xotirjam o'tkazgan bo'lardik. Hech qisi yo'q. Men oldingizda intayin xijil kinaman. Hozirgi turmushimiz shunday yaxshi-ku. Lekin siz jabha tortyapsiz. Buni bilib turibdiman. Rahmat sizga. Men hargiz jafodan qo'rqmayman. Chunki sizdek aqlli, fazilatli ayolim bor-da. Men ayolingiz bo'lgandan keyin albatta siz tarafda turaman. Kenapar qurmoqchi bo'lgan shirkitimning sizning yordamingizda ro'noq tepishiga ishonaman. Chiqim to'g'ri yo'lni tanlaysiz. Sizga ishonaman. Mahmudning ishini qanday qilsak bo'la? Endi Voy, o'zingiz bir nima dang-a? Bundaq vaqtda bu lumli bilan ishdan o'tdi.
Bop demse, agar altın qo'limizga tushsa, hammamiz beyib ketamiz. Salim, sening puling bog'ladi, beyib ketsan, ha? To'y qilasan, ha? Oltin deganlik, pul bo'lsa jangal shorpa degan gap bor. Pul bo'lsa to'kurnimi pir o'ynatqil bo'ladi. Shuning uchun Mahmudni ching tutishimiz kerak. Voy, ha men. Nima? Mahmud doktorxonaga ketibdimi? Rahmat sizga doktor. Men hozirla boray. Rahmat sizga. Kenapar, to'ydan keyin sizga biror narsa ep bermabdiman. Loyig'ingizda bo'lmasmi, bu sovg'ini qabul qiling. Bu to'yimiz bo'lib, men qilgan tunji sovg'atingiz bo'lgandan keyin o'zingiz taqab qo'ying. Ma'qul. Yarashdimi? Qarang. Bek chiroyli ekan. Rahmat sizga. Muhabbetin şirindenleri Acep tatlı misal tenleri Muhabbetin şirindenleri Acep tatlı misal tenleri Hayatlıkta hem nefes her dem Güzel zıbah ah senenri Hayatlıkta hem nefes her dem Güzel zıbah ah senenri Muhabbet bu her adem kut Üçgenge üçmeydiğen ot Muhabbet bu her adem kut Üçgenge üçmeydiğen ot Ben sen mumin kül Cananım buldun salamet Men kessem o hicranlı uta Ey cananım buldun salamet Ey cananım buldun
tekislikda nima qilarimni bilmayla qoldim. Hatto doktorxonaga yo'qlabmi boramadim. Men sizni tushunaman Zuhra. Aksicha, oldingizda xijilman. O'g'il voltirib, qarang'a bo'lib ketganimga. Ota-onam, hatto men sizning oldingizda gunohkor. Undaqda men Zuhra. Bu kunlarni o'tib ketdi. G'ayratli bo'ling. Men soqchixonaga berib, Oyib buvayning vasiyatini soqchilarga topshirsa bo'lmaydi. O'zingizni ko'proq asrang. Mahmud, qachon qaytib kelasiz? Oltonni soqchilarga topshiriblar. Qaytib kelaman. Ma'qul. O'zingizni ko'proq asrang. Men mangay. Mahmud. Teshikmi? Mahmud uka, nega bundaq aldirashmangda? Soqchixonaga mangan, azroq ishim bor. Ha, Rasif ukam, savdo aqillar seni baq qattiq uritibdi deb anglagan edim. Shunga mangan o'xshamamsan ukam. Ha, ukam, nemil degan bilan ularni o'z ota-onangga o'xshash yaxshi odamlar. Sen ota-onangdan yetim qolganda ular seni beqib cho'ng qilgan. Mana endi qizi Zuhrani sana chetib qo'yimiz deyotdi. Kichkina ishni cho'ngaytib nima qilsan? Soqchiga ma'lum qilsang, ishqinglarning ishiga ta'sir etib qolarmikin? Yo'q. Mana bizning uyga boramiz. Ko'nlarda chapinlarning pesh oqtganga ilinsin to'xta deydigan gap bor. Meni O'zimning gapimni olsang, shaxsiy sen ishim bor. topmaysan. Yur. Kichkina ishni cho'ngaytib soqchiga ma'lum qilganing nima foydasi? Uy degan Iskandar aka, men soqchixonaga o'zimning shaxsiy ish bilan boraman. As qilib bormayman Iskandar aka. Har ziyon topmaysan. Mana keldim. Mana. Ay jonim, mundaq misildaydigan-da. Voy. Atdegandil gapsiz-ku, sarang oldingizmi? Uyga kirib paranglayli, muyin Qandaq gap gap bor. bo'lsa, mishad paranglayli. Mahmudchi doktorxonaga qechib ketibdi. Endi qanday qilamiz? Mahmudchi hozir mening yonimda. Nima? Uy qaytqash turing, men hozirli boraman, ha? Ma'qul. Mening ko'nglim yaqindan buyon mushundaq bir tasodifiy omadning kelishidan bishorat deb turadi. Shuning uchun men intayin xushal kayfiyatda o'tyapman emasmi? Iskandar aka, bu bizning quruq xiyolimiz bo'lib qolmasli bo'ladi-ku. Mahmud bundaq dedi degandan boshqa aniq bir nishonimiz bo'lmasa bizning jabbo tatgan uchlik ish olmay yo'q oldilarni izlab yurmayli yana. Ha, Salim rost deydi. Sizlarning ojizliginglar dalmishadi. Uni Oyib buvay aytgan ekan. U oltinlar cho'qim bor. Menla bo'ladi ekanman, u oltinlarni cho'qim qo'lga tushamay qo'ymayman. Hozirgi muhim masala soqchilarning Mahmudning tepishini vosita tanlab o'ltirmay to'sish. Tushundingmi? Rost. Gapning, ishning poskalisi dal mushu. Biz maqsadga yetimiz deydi ekanmiz, chidamay, tavakkul qilmay bo'lmaydi. Bu qanday qo'la? Qanday holatda? Toza bo'ladi.
Mandaq mыңа, mandaq. Mishaydan mangayla, mishaydan. Aa, yetken. Ha, aş öş şu. Bula. Mana. Voy, qulub ekan. Qanday qilamiz? Çakı. Aça. Eke, ekle ben bir körek. Eke. Men ko'ray. Men ko'rib boqay. Akla. Eke. Nima bu? Bu ne? Ahtıra qarab turma. Voy, akla. Eke deyman. Men ko'rib boqay. Eke. Men ko'ray deyman. Eke. Akla. Usma. Eke. Aka deyman. Nima bu? Ulan aktıram yani. Kola. Ketmem bile çapa. Sen mi çapmamıza qarab turma çapa? Bek çapa bek. Çapmamıza qarab turmay. Nima qaraysa? Bu da oltining sangmi kergi vardı? Bola. Çapa akila ataş. Nima ovoz bu? Nima bas Iskandarga? Tez qaçaydı. Tez. Oyjon. Ben çıkmalay. Ben çıkmalay. Nereye tut? Ay. Yetişmem ha. Yetişmem. Ay. Oy. Oy. Iskandar aka, siz gepini qilgan bu do'ng rostilla haqiqatan ismi jismiga loyiq esil do'nkan. Bu ya'ni ko'lamoqchi bo'lib, bir ketman tossaq, 10 ketman seyrilib tushishi turg'ali gap. Bizni avar qilgandakla turdi juma. Qaraganda, japa tatqinimiz qalamdi deymi? Ey Fuka, bağrını tatlap nim qilamiz, ha? Tazimi bir kallasını qacılaymiz de. Ma'qul aka, japa tassaqmi ko'lab boqayli. Hey! Tura o'rningdan. Uxlab yetiveramsa. Sening mushundaqligingdan bu, qolgan kuning mushu. Hey, o'rin. Hey. Tura o'rningda. Bula. O'rinla. Minsha. Mana.
Jahan nem bo'p ketgan tang. Voy jinim bolam. Tamaq yegin. Bu qaya? Bu yanan qayerligi muhim emas. Oldidan tamaq yegin. Ala bolam. Bu zada qaya? Bu kimning uyi? Voy bolam, bu yanan qayerligi muhim emas dedim-ku. Tamag'ingni yegin. Boshqa ishlarni o'ylab ketma, ha? Hey! Yemayman. Voy, bunda qilma bolam. Oldidan tamaq yegin, bolamda. Bu zada qayar? Men sana dedim-ku, bu yanan naligi muhim emas deb. Albatta muhim. Mana ochig'ini ko'ra, vaqiraysan ha? Mana mavu, ocha og'zingni. Ye toza. Ocha, yemamsan. Ya? Yemagini bir ko'ray. Ye davateman. Og'zingni yo'g'a och. Tuy. Yaxshilik yarashmaydigan. Ala. Ye davateman. Tamaqni yemisan, mana mavuni ye. Acha og'zingni. Acha. Voy qulum. Voy jon. Mana sana. Tuye. Hey! Çapa! Bir qo'yma ketman bilan. Qaç chapmam sen. Bo'la, qarab turmay. Bulungla ha. Bo'la. Altın. Aka. Nereye tur? Aka. Mana be. Nereye tur deyman? Altın. Dur bakayım. Dur. Quruq cho'ginkan bu. Altın. Zat qanday qilish kerak? Mahmudning og'zini ochali saqla. Bu oltinlarni qo'lga tushiralaydiq. Cho'qim qo'lga tushiralaydiq.
mana. Sabitkan bormi? Nima ishonyapti? Tinchlikmi Sabitka? Ha, tinchlik, tila. Biror muhim gap bormidi? Shundoq Sabitka. Muhim gap bordi. O'zingizga ayon. Oyib buvam tugab ketgili 40 kundan oshdi. Oyib buvam hayot vaqtida menga muhim bir boyliqni hukumatga topshirishni vasiyat qoldirgan. U intayin ko'p oltinni ishgan. Shunga bu yerga sizni izlab kelishim Sabitka. Menga bir yo'l yo'riq ko'rsatgan bo'lsangiz. Sen degan ishlar rost bo'lsa, o bak obdan gapgan. Lekin yolg'on aytilgan odamlardan emas Sabitka. Haris, bu ishlarni amal va qalam xodimga demayli. Erta deganda soqchixonaga guvohchilik berish bera olasizmi? ha, ma'qul. Men boray. Amsa, men bu chiqib aramalay. Sizmi aramaylar Sabitka? Ha, ma'qul, ma'qul. Erta ko'rishini. Ah dünya. Senin bağrın ba'zida shuncha ulakam, ba'zida ajabtara. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom kenapar. Tinchlikmi? El yurt yaxshidi. Yanılı burunqidek. Patiqini kelalasizmi? Bu dokumentlarni yo'lga selib borman jinim. Zarur ish bo'lmadi? Zarur ish yo'q. Sizni behli seg'indim. Patra qaytib kelasiz. Ma'qul, o'zingizni asrang. Sizmi o'zingizni asrang? Xo'sh. Xo'sh amsa. Osmonga chiqqanlar, yerga tushganlar, osmonga chiqqanlar, yerga tushganlar, osmonga chiqqanlar, yerga tushganlar, juda qamchiliklar, osmonga chiqqanlar, yerga tushganlar, osmonga chiqqanlar, yerga tushganlar, juda qamchiliklar, osmonga chiqqanlar. كلمات الله مثل اسمك سبحانه وانا خلق وخش بدا خطوه خش رسمنا خدتك انا هو اسمك شكلها يا شكلها اسمك شكلها يا شكلها جنا قمت يا اسمك شكلها يا شكلها جنا قمت قطع اشتكى اسمك شكلها إبراهيم الكتاب كلمات الله لمن قبل هن سنة عن إحداهن وانت خرج شقط اشتكى نستقبل لك نستقبل لك Qanda qısaq o ölümtüknün ağzının gap ağılı bola. Aka, bu sel təski toxtaydigan ishmikin? Buni qanda qısaq bola? Voy voy, nimandaq to'g'ri yuraksizlar? Hey mana. Sizlarni nima deydi ekan deb sinab baqsam, holinglar mushum edi. Mahmud vaqo bizning qo'limizda xuddi mekiyandek tugilib yatsa, yana uni buni deysizlar, uning vaqo choram bor mening. Qarab turinglar. Sekretar. Voy, Sabitaxon, sizlar bek boshchimi? Voy, et deganda chalvaqmay bo'ldi qilinglar xotin. Men o'zim tegishib bo'lgan oltilarni qo'limga olmoqcha zot bo'ldi qilmayman. Asli o oltinlarning hammasi bizdan ulatdi. Ishni oshkorlagan sizlar. Nima? Men-chu ishni buzg'ichi emas, tuzgini. Iskandarga sirni oshkorlabmi? Nima? Qaysirni oshkorlabdiman? Shu bo'g'ashqlar ishlarimiz yurishib ketayotgandi bizning. Buni o'zinglar bilasizlar. Ajab bir gaplarni anglayman-ku. Bo'ldi, yoqamni qo'yutinglar, sat turdi deyman. Yoqamni qo'yutinglar. Bo'lmanglar-chu. Qayergandim o'zini to'ymagan. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Tinchlikmi, Iskandar aka? Tinchtirningmi? Qani, Ha, bo'ldi. Gap Avarma. qani. Ha, qani. Ajab g'erib gapimga oyoqlar yetibdi-ku, Iskandar aka. Fika, bak japa tatvatsan. Mehmilarni deydigan siz, Iskandar aka. Sizning mendek bir musofirning beshini silg'anligingizning javobini qaytirib olamayapsam texi. Yana bir ish. Ikkimiz Ehtiyovering, Iskandar aka. Beshim ketadigan ish bo'lsa-mu, siz uchun hargiz boshlatmayman. Qandaq ish bo'lsa, jinim pida. to'g'ri deysan. Ikkimiz osh qumliqqa yana bir qatim kirib chiqsak mumkin deyman. Osmonga chiqqanlar, yerga tushganlar, ishlar qamchi deganlar, osmonga chiqqanlar, yerga tushganlar, ishlar qamchi deganlar, osmonga chiqqanlar, yerga tushganlar, ishlar qamchi deganlar, osmonga chiqqanlar, yerga tushganlar. Osmonga chiqqanlar, yerga tushganlar, ishlar qamchi deganlar, qandilab kalimatillahi mil kasban qasami asbana xush bilan. Hey sabit. Sepi o'zdim bo'sh. Oldiq kelgan omadni qochirib qo'ydigan laqva. Dedim-ku, hamma ishni buzgan sen Azazil xotun. Nima? Meni Hazazul dedingmi? Hajib tiling o'sib ketadi-ku senni ayqlining. Papag'icha paqiladigan sendeklarni noahli deymiz. Qaysi vaqtlarga japa qiptiman, tuzkur. Voy, sen bilan tang turg'icha ishini qilaman. Noahli deb seni de soludi. Kam jillab kalimatillahi min qasami xush banasin, xush kamjillab kalimatillahi qasami. Hey, Daxan, rost gapni bir qisla. Sizning bu ishning oxir zodi chiqamdi. Rost gapni qilsam shu, ozroq bishorat bor. Qandaq bishorat u? Rost gapni qilsam oltlar bor ekan. Nada? U texi noma'lum. Bu nima deganlari? Inachkilla o'qigan qasidining kuchi shunchalik bo'ladi-da. Amsi mani elib, jiq o'qib, oltinning nada ekanligini bilsizlar, darhol men xabar qilsizlar, ha? Cho'qim xotirjam bo'slar. Cho'qim yaxshi o'qiymiz. Cho'qim yaxshi o'qiyman. Jiq o'qisizlar. Cho'qim yaxshi o'qiyman. Xotirjam bo'slar. Tavshti karami, kam jitlab kalimatillahi yemil xaslam qasami, tavshti karami. Kena paracha. Oy, tinchlikmi singlim? Qani keling. Keling. O'tiring. Nim bo'ldi? Mijozingiz yo'qmi? Mahmud soqchixonaga shu ketgancha qaytib kelmayotdi. Ota-onamdan so'rasam, ularni o'zini qochirib javob bermayotdi. Ansirmang singlim. Mahmud cho'qim qaytib keladi.
O sizni hayron qoldiradigan bir ishni o'ylayaptimda, texi. Deginimizdek bo'lsa yaxshi bo'lardi. Hey musulmon, heliq daxanning uyiga bugul bir beringlar jumu. Yuqoqim eldimi? Nima deb emdi? Hey qalding. Mushundoq emasmi sizlar? U degan hammani biladi ekan. Shalik nini modiqnimlar keladi ekan. Ba'zini undaq, ba'zini mundaq qilamiz. Uning bizga nima foydasi? Man mushunchalik emasmi sizlar? Sizlar tushunmagandan men deb beray. Oltin bayani topsil tezroq, silimi asli azroq deymamsizlar? Ey, yaman xotin deysizlar. Ey. Undaq joylik qilma Afka. Oltinlarning nechta kelganini menga aytib ber. Buning sanga foydasi bor. Saqchilarga ma'lum qilsang, bu oltinlar hukumatning xazinasiga tushib ketadi shu. Shuning bilan hammasi tugaydi. Sözüme ablah. Mening bunchilik ishlarni bilguchiligim bor. O altullah hükümet kitabi. Rahim qilganini bilmaydigan orimi, men seni tvoy. Sen hayvan, ablah, çıtmaz. On aşağı şu. Muş ya şu. Oy. Amına muş şu. Mişa şu. Yaxşı. Yaxşı. Altın, meni altınlar tepildi. Altınlar tepildi. Yaxşı altınlar iyi olduk. Altınlar pislik oldu, ha? Altın. Altın. كم جتلب كلمة الله من القسمي برهان من القسمي كم جتلب كلمة قطع مثل خوشان قش بستر قسمي مثل خوشان تقل بستر تقل الحمد لله خوشان أسمع لنا خوشان أسلم لنا خوشان كلمة Jilan qamchil egalar asmağa chiq. Hemen keldim. Savdağın bano ya. Yo'q, kiring.
Helimuz sizin şafayetinizde köp işler oңuşluk boldy. Qani, elan. Hech qisi yo'q, Qalamxon. Hammasi siz uchun. Aldırma. O Altullah zadi barmı yok. O bizga nama'lum. Aldilan Altullah qo'lga tushsin. Undan keyin Oltinlarni tepib oladigan bo'lsam, hammani sizga berib, sizni babo oltinga ko'mib aytaman. ağzınızga navbat çay içing. Qani, ne'matlardan elang. Qumliq cheksiz tursa, Altullahni zodi nega yoshirgandi? Bu oltinlarni cho'qim qo'lga tushiralaymiz. Ish qilib, boy buvayning uyini markaz qilib izlasak. Meni beqib, pəpilib, ağ süt bəgən. Müş işimə kəlgəcə az cəfayımı tatmağan. Mən çox biladigan, aval və axırımdan qəmgüzarı buladigan. Beşimni sılaydigan, şatlansam güladigan, qayğırsam yığılaydigan, həm nəfəs adımım. Anam nemi işlarını qıb yürüydigan. Kişilik dünya nemi degen sırlıq. Men anamga ulug' Allohdan inson hidoyat tilayman. Mahmud. Saqchixonga shu ketgancha suvi tushgan tashdekli yo'qolib ketdingiz. Hozirning o'zida nima ish qilayotgansiz? Sizsiz ishkinimning zahar, yeginimning o'g'i bo'ladiganligini bilamsiz. Shu taqdirimda bo'lsangiz, jarohatlangan qalbimga eng zo'r tasalli beradigan bo'ladingiz. Kenda Baracha. Nim bo'ldi? Nimaga yig'laysiz? Ha? Yig'lamang singlim. Nima ish bo'ldi? Qilmang singlim. Zodi nima ish bo'ldi? Yig'lamang. Nima ish bo'lgandi? Menga ayting. Yig'lamang singlim. Bo'ldi qiling. Akşam kış qandaq bo'ldi? Mo'ramaysizlar-ku. Ma'qul bo'ldi. Qachon qo'lga tushkidak? Mushu Daxonning deyishicha, qasidani qancha ko'p o'qisa, shuncha tez oshkorlanamish. Hey, undaq bo'lsa, sizlarni kecha kunduz Daxon bilan birga o'qamsizlar-ya, ha? Hey, qiziq gap qiladi ekansizlar. Men hech nimani bilmasam, nimani o'qiyman? Hey bosh. Bo'ldi qilinglar. Oltinning ishi bilan Sabitaxonni Daxonning qishga avatgan edim. Nima? Bu nima poq yeganlik bu? Assalomu alaykum tag'a. Va alaykum assalom. Tejaman turamlar. Obdan. O'zlarchi. Xudoga shukr. Mundaq ish edi tag'a. Sizlarga ozroq ishda hojatman bo'lib kelib edim. Hozir so'zlasak bo'ladimi? Malol ko'may. Bo'ladi. Menga bir yordam qilib. Uy kirayli. Uy kirsizlar. Qani. Tag'a, sizlar bilinglar. Men bo'lsam yoqi yurtliq. Heliqi Oltullahni oshkorlab, uni tezroq tepib bergan bo'lsalar, azroqini men olsam, qoldisini sizga qoldirib, menmo yurtimga berib, xotirjam turmushimni o'tkazsam deyman. Qanday dedim tag'a?
Men şunu tirişiyatım afka. Tağa, teximi tirişsila, tirmaşsila, altınlarını tapsaqla, çokum selini rast qılıman. Ha? Şu mənim asa emas uka. Mana o 200 yetemdi. Yetdi afka. Yetdi. Çapsarak bulalatağa, ecrim bika ketmişsin, altınlarını tapsaqla, çokum pay olup gitdimiz. Ha? Yılına? Mana. Aka, bu sizning. Bu sizning. Kasalga shifo, qusaqqa davo, tashnalikning dorisi. Tugabga siqolmaydi. Sharbat ilinglar. Ilinglar. Kasalga shifo, qusaqqa davo. Ben bunundan ancha xushallab ketmedim. Çünkü singlim Rabiygul mening o'qishim uchun o'zining taqdir iqbolini qurbon qilgan edi. Qizim, biraz ko'zi ketdimi? Ha bolam? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Gap qilsangiz-chi bolam. Kim bo'zi ketdi? borman. Biletimi ilib bo'ldi. Shundaqmi? Bek yaxshi bo'pti. Yo'lingizga qarayman. Bag'anda ko'rishamiz. Xo'sh malika. Maqlimsa, xo'sh. Bu xato bu bolaga. Altın bayalarını aytamsan yoki Zöhraga ziyon zahmat yetishni xohlamsan? Sen nima qilmoqchi? Men sana tushuntirib qo'yay, ha? Altın bayalarını aytsan, Zöhraying omon qoladi. Agar aytmasang, Zöhrayingning oqibatini obdan o'ylab baq. Bo'pti. Men o'ylashib baqay. Mana, endi odam bolasida gap qildim. Obdanroq o'ylab baq, ha? Obdan o'ylab baq. Balam, orman bilan ketadigan o'xshayman deb bek qo'rqqan edim. Oxiri Alloh ormanimga yetkizdi. Keramlik Allohga ming rahmat o'g'lim. Nemish ayb buva? Qani desla? Quloq solib angla balam. Biroq umidimni yedi qo'yg'uchi bo'lma. Agar shunday qiladigan bo'lsang, men go'rimda o'ri o'ltirman bola. Xotirjam bo'slar buva, umidlarini hargiz yad qo'ymayman. Sana ayan bo'g'inidek bu yerda chorib beqib kelayotganimga uzun bo'ldi. Gerçi bu odamsiz cho'lda yolg'iz tursammi chididim. Chunki bu joy nihoyat qimmatli bir moddiy boylikni o'z qo'yniga yo'shirgan. Bu boylikni dadam menga topshirgan. Men sana topshiraman o'g'lim. Dadam menga fursat kelganda boylikni haqiqiy egasiga topshirishimni topalagan. Mana vaqt soati kelganda salomatligim yor bermay qo'ydi. Sana aytay angla bolam. Taklimakan qumliqining 20 kilometr ichkarisida bir kichik xaroblik bor bo'lib, u yerga oltin ko'milgan. O altınlar
burunqi bir askar beshining chet elga qechib chiqish oldida ep chiqib ketishga ulgurolmay qolib qolgan boyliqlar ekan. Bu oltinlar asli hukumatga tava bo'lishi kerak. Bu oltinlarni elib hukumatga topshirib bergan o'g'lim. Men sana qandoq tepishni deb beray, o'g'lim. Sen endi kechiktirsang zotli bo'lmaydi. Ma'qul tog'a. Bo'ldi, uzatmasizlar, bo'ldi. Amsa tog'a, men topshirgan ishni vaqtida ispisini chiqamay bajargaylar. Xotirjam bo'ling, chuqum shunaqa qiladi. Xotirjam bo'ldim Amsa. Xo'sh. Xudoyimga omonat uka. Hepsini. Sabitka, qalam qacha. Ha, mana biz. Safar hozirligini qilib qo'yinglar. Oltin bayaga Mahmud o'zi boshlab boradigan bo'ldi. Ras. Oy, ajab yaxshi bo'pti-ku. Rasma, ajab yaxshi bo'pti. Bek yaxshi bo'pti. Qaytamdoq. Ajab yaxshi bo'pti. Qalamxon, sizlar oltin bayaga bormay turinglar juma. Ayol kishi o'g'an ekan. Nima deydi ma odam? كم جتلب كلمات الله من برهان القسمي 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 كم جتلب كلمات Daxan! Qani sen? Ha? Chiqa bu yoqqa. Qani sen? Aldamchi. Qani sen? Daxan! Chiqa bu yoqqa. Seni. Daxan! Qani sen? Qani sen? Ben seni. Ben seni. To'xtab tur. Aldamchi Daxan. O'sha yolg'onchi Daxan. Men seni o'ldirmayotgan bo'lsam, hisob emas. Qani sen? Chiqib bu yoqqa. Qani sen? Aldamchi. Aldamchi munofiq. Qanday qilamiz uka? Boshlab baray. Yaraysa, qanamsa yo'l boshla. Ha?
Voy. Kinepar, Aman keldingizmi ablis? Xudoga shukr. O'zingizchi? Tinchlik. Akilingdan ketdim. Bo'ldi. Mening malikam Parizatga o'xshab qopti, ha? Burun undaq Yo'q, emasmidi? siz azaldan mening farishtam. Uy kiraylik. Ana? Dada? Ana? Ne ketkendu? Dada? Nima qalaymi qanchalik bu? Ana? Dada? Dada? Ana? Dada? Ne ketkendi bular? Keldik. Keldikmi? Ha. Kepdik. Şunla. Kaptan Aramalıyız. şöyle. Vay. Acayip vardı mı? Çök. 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 Cho'nglarni yo'qlab turyotamsiz. Yo'q. Uyda yolg'iz o'ltirib zerikmadingizmi? Yo'q. Shayton. Voy, Zuhra singlim, Kinepar aka. Zehra, keling singlim. Keling, yuqoriga ayting. o'tiring. Choy qo'ying. Choy iching singlim. Tatilmang, ha? Kinepar aka. Mahmudni yo'qolib ketdi deb yursam, amdilikda ota-onamni yo'qolib ketdi. Qanday qilaman? Yo'qolib ketganiga qanchalik bo'ldi? Mahmudning yo'qolib ketganiga bir haftadan oshdi. Ota-onamga 2 kun bo'ldi. Bu tova. Sizlar nimandaq bo'shang? Hozirgacha soqchiga ma'lum qilmadinglarmi? Biz undaq chunqur o'ylamabdik. Astagfirullah. O'ylamabdik degan qandoq gap bu? Hozirgi odamlarning yashash mantiqasi o'zgarib ketdi. Bu ish bo'lmabdi. Men buni darhol soqchiga ma'lum qilay. Men opamning qumbarg'allari oltin, ayuboy oltinlarni yo'shirib qo'ygan Mahmud biladi degandek gaplarni anglagan. Baldiroq degan bo'lsangizchi. Men ablizig deb qo'yay. Mushiya ko'milgan. Kola. Kolisha. Kaç kolaşmamsa. Voy Iskandar aka, shuncha qo'lida qishnimi yo'q-ku? Hey, ko'rsatgan yerim to'g'rimi emasmi? Ha? Xato qilib qolgan o'xshaydi. Mushiya shumikin?
Ha? Tura. Uya emas. Ma'qul. Mushani ko'lab yiqinglar. Men qo'linglar. Hey. Yana xato olib qolmsin Juma. Zodi bilamsan, bilmamsan. İskender aka, xili cho'nqur ko'ldiq bu yanimi? Bu bizni ahmoq qilyapti nima? Shuni deyman. Eshnimi chiqmasa ya bu Xili yerdan. cho'nqur ko'ldiq bo'lmasa. Hey, zodi bilamsan, bilmamsan. Mushiya shudek qilgandi. Shunqur ko'ldiq chiqmayotdi qamsa. Bu Iskandar aka xato olishibdiman. Mushiya shu. Cho'qinmish yama? Cho'qin mushiya shu. Rosa? Ha. Bo'lay oyoqqa. Qo'lashmamsa? Bo'lay. Aldandiqmi nima? Qo'la, to'l gap qilmay. Chiqmayotsa mana. Qo'la, cho'nqur qo'la. Ketbe. Misha. Mahmud uka. Bir to'ylarga bir qaro etib kela. Bo'la. Ma'qul. Shuning uchun bugun kecha uxlashga bo'lmaydi. Oltin bajoyga Mahmud o'zi boshlab bordi. Uxtinglarmi? Yolg'on uxlaymiz. Ha? So'ching, ha? Salim, tura o'rningda. Tura. Mahmud mangdi. Mahmud mangdi. Mahmud oltipoyak mangdi. Sabit. Hey, Sabit, tura o'rningda. Tura. Mahmud mangdi. Mahmud oltipoyak mangdi. Mangdi. Tez bo'l, ana. Bo'la. Qalamxon, turinglar. Chopsa bo'linglar. Tur. Turinglar. Tez. Mandiq.
Birdem saqlab turaylı. Ma'qul. Saqlab turaylı. Bir, ikki, üç, to'rt, besh, olti, yetti, sakkiz, to'qqiz. Bir, ikki, üç, to'rt. Mush yashuganda cho'qim mush yashu. Mingla, qo'llashga boshladi. Koza. Hay. Rastlı altın baken. Rastlı altın gel. Bu altınlarını çokum hükümetke sağ salamet tapşırışım gerek. Çokum sağ salamet tapşırışım gerek. Çapsan bulunla. Yaqin kelishma. Bu sizlarga mansub oltin emas. Bu hukumatimizga, xalqimizga mansub oltinlar. Sizlar maqsadinglarga hargiz yetamaysizlar. Tol kapşıma. Sen şumteknin yugurish mushagicha o altınlar mening. Aka. Hadding emas. Aka. Altın ekiliş.
İskender aka, ben bolsam bir yakı yurtluk. Muş altıladın bana tegişlik nesibemni berip etken bolsunuz. Nesibi dep kapsana? Nemi nesibi o? Ben senin niyetingning yamanlığını, aşı Dağan'ın işgaldığını bilip boğan. Xumsi! Savtaxon. To'g'ri, maylidikilar mushtirabni ko'rsatgan. O'ng tarafni bo'ylab mangaylik. O'tur, o'ng tarafga. Juringlar. Tez. Oldimizdan o'ngga. Ablis saqchilardan dehqonlardan ahvol egallab, ularning nega ketganligini bilibdi. Ularni cho'qim omon eson yondirib chiqadi. Ansirman singlim. Ilohim, shundoq bo'lg'aydi. Savtaxon. Savtaxon. Savtaxon, otlar ip qochar, tez bosla. Dal o'zi shu to'rttovga bir eshak. Ko'rdingizmi? Tez. Mayli. Savtaxon, tez bosla. To'xtash! Oltinlar mening! Savtaxon, tez bosla deyman. To'xta! Xumsi! Qo'ya bana! Ay, Savtaxon. Ay. Nereye Ancho! Aka! Bu To'xta! 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 Bo'lmasa chiqirmiz! To'xta! To'xta! Bo'ldi, o'q chiqamanglar. O'q chiqamanglar. Men taslim bo'ldim. Men taslim. Yosh bo'l. Oy. Saqchi boshlig'i, men hammani ixro qildim. Menga bir kangchilik qilsanglar, ha? Xotirjam bo'l. Kiringlar. Buni olib chiqib qamoq qo'yinglar. Saqchi boshlig'i, men kangchilik qilsanglar, men to'g'ri qilay, men hammani dedim-ku. To'xta! To'xta! To'xta, qimirlama! Hayır, sen. Yavaş ol! Yavaş ol!
Tapşırayım. Ben tapşırayım. Bak! Bak! Tapşırayım. Ben tapşırayım. 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 Mən talçıvıqna at etib oynab yürüydiğən çağlarımdan tatib, çoğlardan Cəngnamə, Qəsəsul Ənbiyağa oxşaş rivayət tüsünü ağan hikayə çöçəklərini anlaşqa bəkmi amıraq idi. Bularning birisi, yəni Altın rivayeti meni daim oylandırdıgan bu qağın günlərdə, yəni kelib ulug' ayam kunida Ak uka can qarindoshlarning mushu biz hikoya qilgan oltin rivoyati to'g'riliq bir-birining o'la tirilishiga qaramay so'qishayotganning ustiga tushib qoldim-da, qo'limga qalam oldim. Xo'razning ovoziga parvo qilmaganda uyquliq saharning payzini surgili bo'ldi. Bu bir qabohat. Qaysi bir mahallaning oqshimi avat bo'lsa, shunda bir bangining ishti qavaydi. Bu nemidan bishorat. Buningga yanala aqlliq, sardor tomoshabinlarimizning haqiqiy javob topa oladiganligiga ishonchimiz komil. Sayısı da küpler rezilli. Tuğumudun ah kümüllüknün sayısı da küpler rezilli. Şu sebepten evli ahir sadılarga yoktur emelli. Şu sebepten evli ahir sadılarga yoktur emelli. Bulgan küçükler aman acizlerin kıniyeni şura. Küçük bulgan küçükler aman acizlerin kıniyeni şura. Ezer eyle hayat yolunu çokumlar yadı tuturar. Ezer eyle hayat yolunu çokumlar yadı tuturar.
Bırak halim Adil adalet Başlap bana Nurane tanga Şuna her dem ey büyük insan Çan kondurma vicdan gururga Şuna her dem ey büyük insan Çan kondurma vicdan gururga Şuna deymen ümit var yaşa Şu tanlarını hapaşlap aman Kökte kuyaş parlap baktı Kökte kuyaş parlap baktı Sebilenin közüdeki yaş Bizge hasret lanet adaş Sebilenin